Hammaga salom. Bugun bizda отбойный modelda ko'rib chiqamiz. 1, 2, 3, 4, ya'ni 4 kun kerak bo'ladi. Bizda o'sha raqamlar kunda anglatadi. Hop. Misol boshlashdan oldin bizga trend kerak bo'ladi. Ya'ni trendimiz longovoy ketyapti deylik. Va qaysidir joyi to'xtadi. Misol uchun to'xtadi biror kun va harakat boshlandi. Bu faqatgina daily time frame da ko'riladi bu harakatlar. Misol uchun ikkinchi kuni boshlandi. Qizil svecha bo'ldi, paydo bo'ldi. Bitta. Keyingisi tepaga chiqdi. Va bizda уровень tortiladi. Buni ko'rib chiqamiz grafikda. Hozir umumiy logikasini tushuntiryapman. Mana shu bu yerdagi high bo'ladi. Misol uchun fechil bo'lishi mumkin. Ya'ni soyasidan bo'lishi mumkin. Soyasi bo'lsa, soyasidan olinadi. Уровеньda olinadi. Agar soyasi kamroq bo'lsa, o'zidan maytdan olsa bo'ladi. Endi holatga qarab 1, 2, 3 bo'ldi va misol 3 kun turib, 4-chi kun ham unaqa bo'lsa, 4 kun bizda turdida va hech qaysi high o'tib ketmadi tepadan, yangilanmadi. Odatda mana shunaqangi bo'lishi mumkin deylik, 4 kun bo'ldi. Endi 5-kuni odatda mana shu 5-kundan keyin short harakati boshlanadi. O'sha bu ochilib, tushib ketishi mumkin. Yoki bu yerda ochilib, tepaga chiqib biroz va keyin tushib ketishi mumkin. Buni hozir ko'rib chiqamiz. Mana bu 1, bu 2, 3, 4. 3 kun yoki 4-kuni bu hodisa bo'ladi. Ya'ni bizda 3 kun ham bo'lishi mumkin, 3 kun turishi mumkin, 4-kuni pastga tushib ketishi mumkin short bo'lib. Va naborot xuddi shunaqa, ya'ni teskari ishlaydi. Demak, biz short ishlashimiz uchun bizda longovoy trend kerak. Long ishlash uchun bizda shartlovый trend kerak. Short bo'ladi, bu yerda yig'iladi 4 kun, keyin ketdi. Hozir grafikda ko'rib chiqamiz. Buni ko'rish uchun bizga switchni analiz kerak bo'ladi. Switchni analizda oson bo'ladi ko'rish buni. Misol mana tillada aytganimdek, bu harakat boshlandi. Endi qanday boshlandi? Biz ha 4 kun yo'q, lekin предпосылка deydi. Nima desam bo'ladi? Misol bizda bor уже. Bizda trend bor, longovoy ketayotgan trend bor edi. Mana trend bor edi. To'xtadi-da. Mana bu 1. Bizda birinchi kuni bor. Ikkinchi kuni bor. Uchinchi kuni bor. Endi dushanba kuni, ya'ni keyingi bozor kuni tepaga chiqsa va o'sha tepaga chiqib yopilishi ham kerak bizga. Mana shu highdan tepada yopilmaslik kerak. Mana shu highdan yorib o'tmaslik kerak. Ozgina bunaqangi fisillar chiqishi mumkin soyasi, lekin mana bu biz belgilagan highdan umuman tanasi chiqmaslik kerak. Agar bu chiqmasa, bu yerga kelsa, demak 5-kundan bir short kutsa bo'ladi. Ya'ni dal short kutsa bo'ladi. Odatda shunaqa ishlaydi. Buni o'zi отбой model deyiladi. Ya'ni уровеньdan qaytib ketishi отбой. Hozir ko'rib chiqamiz boshqa misollarda. Misol bilan ko'rishingiz mumkin, bu bo'lmagan. Misol bizda trend ketyapti harakati, bizga ключевой joy bor va bizda mana birinchi to'xtagan joy bor. Buni qabul qilsak bo'ladi, buni olib. Mana. Lekin keyingisini ko'ryapsizmi mana? 3-barimiz yorib o'tgan. Bu уже отмена. Bu aktual emas o'rin. Yorib ketdi, bo'ldi. Boshqasini ko'ramiz. Bu narsa topish qiyin dailyda. Daily time frame vaqt ko'p ketadi topgan. Mana bitta bor.
Mana misol, bu endi teskari formati kelyapti. Bizda hosil bo'lyapti mana. Mana bu birinchi kun. Bu endi long ishlaymiz bunda. Birinchi kuni bor, ikkinchi kuni bor, uchinchi kuni va to'rtinchi kundan bizda long harakat ketyapti. Mana bu. E'tibor bering, mana shuni low agar down trend bo'lsa, shortga harakat qilyapsa, biz longga kiramizda. Endi longda bizga high ko'rmaymiz endi. Biz low narxini ko'ramiz. Agar shartno'yi harakat bo'layotgan bo'lsa, ya'ni trendga обратно kirib olish, counter trend. Mana low'ni aniqlab oldik urovenda. Endi qarang, 2, 3 va 4 hech qaysisi tanasi yorib o'tmagan. Soyasi yaqin kelgan, biroz o'tgan, lekin tana o'tmagan. 1, 2, 3, 4 bo'ldi. Bu 4-chi kun ketib qolgan. Shunaqasi ham bo'ladi. 4-chi kun ketib qolishi mumkin, ulgurmay kirgani. Lучше bizda ideal holatda hammasi bo'lish kerak bizda. Mana low tepada bo'lsa, 4-chi kuni tepada bo'lsa, shundan kirsa bo'ladi. Misol uchun 4-chi kuni kutiladi bu yerda. Ochilishini narx keldi va qaytyapti yana. Kirsa bo'ladi biroz stop bilan. Misol uchun stopni pastroq olib qo'yasizda. Buni kutiladiganida mana bu tushdi, qayergacha tushishi mumkin. Mana shu momentda shuga tushgan xolos. Stopni biroz pastroq qo'yib qo'yasiz. Bo'ldi. Long kiriladi. Bu birinchi varianti. Ikkinchi variantda bo'ladi anaqa, riski kamroq bo'ladi. 4-kunni ham kutish kerak. Endi bunaqa ham holat bo'ladi. 4-kunda ketib qolishi ham mumkin. Xuddi shunaqa holat, ketib qoldi. Bu ko'p bo'ladi. Endi darslar o'tilyapti. 1, 2, 3 chiqdi darslarda. Mana shu dailida harakatni bildingiz mana. 4-kuni harakat ketdi, обратный. H1da 1 soatlik, 4 soatlikda ko'rib, bu yerda likvidnost qidirib kirsiz bo'ladi endi bu yoqqa, обратный, longga. Bu ham bitta sizga signal. 1, 2, 3, 4 modeli shu bo'ladi. Hozir yana ko'rib chiqamiz boshqa model joylarini. Tak, mana yana birinchi kun. Siz buni oldin bilmaysiz. Ya'ni bu hodisani oldin bo'lishini bilmaysiz. Mana misol uchun hozir mana shu desak, mana bo'lyapti desak, keyingi kuni biz bilamiz, что boshlandi harakat. Ya'ni mana shu model boshlandi. Bu yoq tillada xuddi shunaqa bo'lyapti. Oldindan bilmaymizda. 1, 2, mana 3. 3 ham bor. 4 da mana tushib ketgan endi. Главный faktor bizda mana shu уровеньni yorib o'tmaslik kerak, hech qaysi tanasi bilan yormaslik kerak. Soyasi kelishi mumkin, retest qilishi mumkin, soylari hech narsa qilmaydi. Sizda tana o'zi o'tib ketmaslik kerak tepaga. Tak. Mana bu yerda likvidnostni o'rganib olganlar yaxshi, buni tushunadi. Ya'ni likvidnost yig'ilyapti-da, dailida deylik, mana topdik. Обратный ishlashini endi mana tushunchasi bu. Ya'ni likvidnost bo'lmasligining sababi. Bu tomondan qarab ko'ramiz endi biz. Teskari tomonda likvidnostni. Biz likvidnostni proboy model qilardik. Energiya topardikda, shu energiyadan proboy ishlardik. Endi dailida proboy, misol uchun model topdingiz, shunaqangi. Endi siz ikkinchi instrumentingiz bo'ladi, ya'ni arsenalingiz bo'ladi. Bu o'zi ishlamasligiga, misol uchun. Qaysi holatda ishlamaydi? Proboy. 4-chi kuni. Zo'r. O'chirib olaman. Tak, mana bu 1. Mana bu 2. Mana bu 3. O'ta zo'r bo'lgan holat mana. To'g'ri qarang. Yaxshi holat bo'lgan. Birinchi kunimizni low'ini hech qaysi yaqin ham kelmagan. Bir marta soyada test qilgan, keyingilari yaqinlashmagan ham. Bu yaxshi signal. Buni ishlasa bo'ladi обратный. Обратный modelda.
Bu yerda yana 1 2 3 pastda mana 4 4 retest qilgan. 5-kuni ketdi pastga ishlaymiz. Short zo'r bo'lgan. Bu ham bir ideal zona. Mana misol uchun shortga ishlash uchun mana harakatni ko'ryapsiz. Long harakat bo'lyapti, trend. 5 kun harakat qilgan, mana 4 kun bo'lishi mumkin. Har xil bo'lishi mumkin. Orada pastga ketgan ham bo'lishi mumkin. Glавныйsi trend tepaga bo'lyapti va to'xtayapti. Qator patologga urildi. Boshi shundan urg'un tortamiz. Shuni haydan, hay bo'lsa hayi, hay bo'lmasa tanasidan tortamiz. Tanasida. Biz holatda hay bor. Hayni yangilamaymiz. Keyingilari mana hayni yangilab qo'ysa ham unga o'tmaymiz. Shunda strogo ushlab turamiz. Так. Bizga buni aniqlash uchun trend kerak. Uzoq trend kelayotgan bo'lishi kerak. Long yoki short. Bu yerda bor harakat, lekin yo'q. Bitta 4 kunlik format yo'q. Mana bu joyda bor. Bir, ikki, uch, to'rt. 5-kuni ketdi. Обратно ishlaymiz longga. Bu yerda ham zo'r model bo'lgan. Cho'tka model. Hozir tillada ham aytayotganim xuddi shuni teskarisi bo'ladi endi. Longga harakat boshlangan, patologga tegdi. Endi biz rostdan ham отбой bo'ladimi bilishimiz uchun o'sha уровеньni chizib kutyapmiz. Tak, bo'ldi. Hozircha endi aktual joyga qaraymiz. Xo'p, bu model hamma instrumentga ishlatiladi. Kriptovalyuta, aksiya yoki valyuta paralari ham hammasiga ishlatiladi. Mana bizda 1 2 3 bo'ldi. Endi 4-chini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, nima aytdim olsak bo'ladi. Tak. Bizga shpargalka. Mana misol 0.61 buni ham o'chirib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni bizda primerni target bor. Mana shu zonaga tushishi mumkin. Xo'p, 3-kuni bo'ldi. 4-kuni nima bo'lishi mumkin? Ya'ni dushanba kuni ochilyapti narx, reski tushib ketishi mumkin pastga. Bu tomonga qarab. Bu birinchi model. Keyingi model ochiladida tepaga ketadi narx. Mana shu urovga qaytadi yana. Qaytsa biz 4-model deb olamiz buni. 4-kun. Va 5-kuni, ya'ni seshanba kuni kutamiz nima bo'lishini. Bu yerda ochilib bo'lishi mumkin, tepaga biroz chiqib, ложный пробой qilib pastga tushib ketishi mumkin. So'qqan model. Ложный пробой qilish ham shart emas. Bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasligi ham mumkin. 5-kuni short bo'lib ketishi ehtimoli juda ham katta. Agar shu model shakllansa, 1 2 3imiz bor, 4imiz hozircha yo'q, 4ni dushanba kuni ko'ramiz, qanday bo'ladi. Xo'p, shortga mana shu urovlar, mana chizib qo'ygan urovlar bor. Buni yorib bo'lsa, ketdi pastga qarab shortga va mana bu targetga keladi. Fibonacci chizib qo'yganmiz 61. Mana shu zonadan ko'rsak bo'ladi endi longga. 1 2 3 4 modeli shu degani. 1 2 3 4. 4 kun ketadi bunga. 4-kuni tushib ketishi mumkin, ko'p holatda bo'ladi. Agar 4-kuni ham turib bersa, model to'liq bo'ladi, 100% bo'ladi va 5-kundan ketdi. Обратный harakat boshlanadi, counter trendga. Savol berishardi, trend qarama-qarshilikni qanday aniqlaymiz degan. Mana bu o'shani bitta modeli. Sizga bitta o'sha arsenal bo'ldi. Analiz qiling, ko'ring, ko'p farqlarda tekshirib ko'ring o'zingizdan test qilib. Hammaga rahmat.